Bugungi videoda biz aynan shu qamoqxonada qochib ketishimiz kerak bo'ladi va bu oson bo'ladimi yoki qiyin videoning oxirida bilib olasiz. Hamda videoga obuna bo'lib qo'ying va aynan shunday videolarda albatta ko'proq ko'rasiz. Okey, biz qayergadir tushib qoldik, endi biz qanday qochib ketishimiz mumkin? Bu yerda jitillar to'plab olgan, bilmadim nima qilishyapti. Okey, bu yerlarda dargohxonada hech kim yo'q albatta va bu yerda ham hech kim yo'q ekan va sandiqda nima bor? Bu yerda qanaqadir richak bor deyapti hamda bizga kerakli narsalar ham bor ekan. Richak A5 degan xonani ichida ekan. Masalan, nimadir qilasan, nimadir bla xullas. Bizga taxta kerak bo'ladi va mana bu bookshelf bilmadim nima kerak. Mayli, qornim chicha ochibdi, o'sha pecheni yozsam yaxshi ish qilgan bo'lardim. A5 degan xonaga borib ko'raylik-chi. Mayli, e'tibor beramiz. Va A5 qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerda A5 emas, bu yerda ham A5 emas. Bu A7 ekan. Bu mana shu A5 bizga kerakli xona. Va biz mana u aytgandek qanaqadir veytga topdik. Buni nima qilishni bir tiyinli bilmayman. Kelinglar buni ola qolamiz. Va ichida yana nimalar bor? Temir bor ekan. Bu bizga kerakli, keraksizligini hali aytgani yo'q bu temir. Mayli, ola qolamiz har ehtimolga qarshi. Va bizga bitta 7 ta taxta berishibdi. Uni ham olib olamiz. Va vet ichida yana nimadir deyapti. Va rasmni olib olaman. Hali ko'ramiz. Menimcha bu richak mana bu qo'limdagi, ya'ni richak mana bu oltin blokka menimcha qani qo'yib ko'ramiz va albatta qo'yilib bo'lar ekan. Va biz bu yoqqa ham kirdik va bu yoqqa kirganimizda keyin nima qilishimiz kerak? Umuman bir tiyinli bilmayman. Hop, bu yerda ikkinchi xona va bu yerda qanaqadir dushmanlar ham bor. Bilmayman ularni nima qilaman. Bizga aniq qurollar kerak bo'ladi bularga qarshi chiqish uchun. Hop, biz endi qaysidir xonaning ichida nimadirlar bo'lish kerak, o'shani topib, kalti topib chiqishimiz kerak. Bu yerda emas, balkim bu yerdadir, balkim shuni ichidadir, bilmadim. Balkim bu yerda ham bo'lishi mumkin. Balkim mana bu yerga kirib ko'raylikchi. Yo'q, nima bitta topib qo'ydimmi hozir? Mayli, knopka va bizga qanaqadir richak berishdi. Soxta eshigi kalti ekan bu, okey. Bu bizga kerak albatta. Va yana qanaqadir qog'ozlar. Bu qog'ozda chiqib ketishimiz haqida yozilgan. Va bizga 3 ta sandiq berishibdi. Mayli, boriga baraka. Bu tugmani qo'yib bo'lmasa ekan, mayli, mana uni qo'yamiz. Bu tugma secret button, ya'ni sirli tugma. Bir tiyinga kerakli narsa menimcha. Hop, qani hozir nima qilsam hozir chiqib keta olaman bu yerdan. Hozir bular mana hozir eshik ochishimni hozir majaqlab tashlaydi bular. Menga bo'ldi normalnigan resurslar kerak. Men bular versagida qo'yib, xullas normal narsa yasab olmasam bo'lmaydi. Haligi topgan tugmam bilan stol. Bu yerda hali luk bormi do'stlar? Mana tugmani qo'yib ko'raylikchi. Bu tugmani qo'yib bo'lmayapti, balkim mana buni qo'ysam ishlab yo'lmayo, okey. Men bu joyda lekin boshida mana shu xonada paydo bo'lganimda ko'rmagan edim. Sizlar payqagan bo'lsangiz kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Va bu yerda qanaqadir bu labirintmi, biling. Labirintlarni va pishi yomon ko'raman, bo'lishini mayli, xarakterga qarshi qilichimizni olganimiz ma'qul. Ha, bu oson bo'lgani yo'q. O'zingiz ko'ribsizki, men juda ham ko'p yo'l yurdim. Okey, biz qanaqadir joyga kelib qoldik. Balkim bu yerda nimadir bo'lishi mumkin. Qani bitta kelib qo'yaylikchi. Va bu yerda yo'q, va nihoyat zerikib ketdim, siqilib ketdim bu yerlarda. Bu yerda anvil va har doimgi richak topdik. Ajoyib. Va bu richak yo'q, bu yerga richak shart emas ekan. Mayli, tugmani bosib ketaveramiz. Va maza qilib xolam pechenyelar deymiz. Bu yerda asta-sekin bilan suraveramiz. Bu yerda qishsa qolmadi. Va anvil nimaga berilgan tushunmadim. Okey, bu yerda ham eshik nimaga qo'yilgan o'zi men bilmayman. Stop. Buni ochamiz va nima? Sizlar meni ustimda kulyapsizlarmi? Yana boshlagan joyimizga qaytib keldingmi? Eng qizig'i nima bu yerda nima qilaman? Okey, secondary person key degan kalit berib qo'yibdi bizga va biz o'sha kalitni ochuvchi eshikni topishimiz kerak. Bu yerda ochsak ular meni albatta qo'sib tashlashadi. Shuning uchun men uni qo'yib olsak yaxshi bo'lardi-da. Lekin men blok qo'ya olmas ekanman. Va nihoyat menga yetarli bo'lgan temirlar topdim. Endi men bu temirlarga bitta qalqon va qilich va bosh kiyimim zarar qilmasdi. Har holda bosh suqatmaydi buni qishda endi. Har holda kerak bo'lib qoladi. Hop, dubulg'ani taqamiz, qilichni qo'limizga olamiz va chap qo'limizga qalqonni olsak, hammasi cho'tki bo'ladi. Endi bular bilan adin urishimiz kerak bo'ladi. Buni men kalit qo'yib, nega qo'ydim bu kalitni? Bu kalit menga kerak-ku.
Mana bu yerda kattaligini qaranglar. Yo, shunchalik ham katta bo'ladimi? Bu yerda men qatim topim o'zimga kerakli bo'lgan shiydi. Har doimgidek bu oson ish bo'lgani yo'q, okey? Xonaga kiramiz va bu yerda o'sha men aytganimdek, va nihoyat men shu rechayni topdim. Bu rechayni topishligim вообще qiyin bo'ldi, ishonasizlarmi? Shuncha ko'p xonalarda aynan mana shu joyni topish. Va nihoyat yana qo'lni urib qo'ydim, shuning uchun xatoni to'g'rilab, va nihoyat mana shu eshikka kiramiz. Va bu yerda qanaqadir joy bor ekan va yana bitta Gues Library topdik va bu yerda bizga kerakli bo'lgan narsalar menimcha yo'q. Menimcha aynan shu yer ekan, okey, bu yerga kiramiz hamda ichkarini ziyorat qilamiz. Nega sen bu yerga tiqilib qolgansiz? Mayli, e'tibor beramiz va mana darvozadan ko'tarilishni boshlaymiz va bu yerda yana shunaqa kutubxona, bilmadim, tepaga chiqib qaraychi, balkim nimadir bordir bu yerlarda. Lekin hozirchalik hech nima borligiga o'xshamayapti. Lekin bu yerda qanaqadir oq bir balo. Menimcha bu yer nimagadir kerak bo'lsa kerak. Lekin men buni qo'lda sindira olaman. Lekin albatta yaxshi yo'llar bilan emas. Hozir men survival qo'yganman. O'zi karta meni adventure qo'ygan. Adventure esa hech narsani sindira olmaydi. Pastga ham bir tushib ko'raylikchi, balkim bu yerda ham nimadir bo'lishi kerak. Nima men shunda ozodmanmi? Nima men bu yerda yutdimmi? Tepaga bu yerga qaytib kelib yozib qo'yibdi. Baloni qaytib kelamanmi? Men bu yerda surib qaytib boshqa kelmayman. Yelkamni chuqur ko'rsam bu yerlarda. Davay tezroq ketib xullas biz bu kartani tugatdik, lekin telefonim nimagadir qotib qoldi.